Nasıl alayım? Babalansız. Cemile, слушай, ты уйди, я тебе заберу сейчас. Я тебе заберу, сказал. Уйди, уйди. Rasm yo'qmidi? Rasm yo'q. Mana dubinkalarni ham oling, dubinkalarni bilan. Mana bular, mana shular. Aqash ketyapti endi. Ko'ryapsizmi qilyapti bu odamlar? Nima kerak bu shu narsalarni? O'yini ko'rishdi nima endi? Mana qilib kelasizmi O'zbekistonda? Kim o'tishyodirgansiz shuni? Buyruq bo'lsa. Yuringlar, yuringlar. Yuringlar, hadislar va sinchitarsin chiqadi. O'zi ditarsin tushsin shu yerda. Yuringlar. Yuringlar, o'zi ditar tushirsin mayli. Tushirsin. Asfaltni toza. Shunday bo'lmaydi. Bemalol o'tir. Kim yuboradi? Mashqora ko'tladi endi. Kim yuboradi? Qani Bular xalqimiz, millatimiz haqida hech ham o'ylagan emas, o'ylamaydi ham. Ularni 70 yildan beri shunday qilib tarbiyalashganmi? Ular shundayligicha boradi. Hozir komanda bersa, mashla hammasi sizlarga otadi, mamki pulemyot qo'yib hammanglarni otadi. Yo'q. O'rtoqlar. Xo'p, bizni maqsadimiz faqat qurbonlar berish emas. Biz baribir g'alaba qozonamiz. Xola o'ting bu yoqqa, o'ting. O'tkazlaring ani o'zbek xotinni o'tkazlaring. Yuzlaring burilmaydi. Lekin har bir narsaning o'zini joyi bor. Har bir yurayotgan harakatimizni, har bir qilayotgan qadamini o'z o'lchami bor. Demak, hozirgi sharoit shuni ko'rsatdiki, bugungi harakatimizning qadami shu yerga ekan. Biz bunga tan berishimiz kerak. Taslim bo'lishimiz kerak bu kuch oldida. Chunki yaramas kuch oldida har doim taslim bo'lmasdan boshqa iloj yo'q. Mayli. Alloh xudo bularga ham insof topib bersin. O'lganlarimizni g'ariq rahmat shohista etsin. Insof topini so'raymiz. Allohu akbar. Olinglar. Shoshmasdan sekin. Ko'chani bu yoq chetidan sekin. Ko'chani o'ng tomonidan sekin yurish kerak. Xavf ko'rsin. Ayolga oldiga o'ting. Onalarni qarg'ishi ursin. Vaqtida dafn qilish kerak. O'z vaqtida dafn qilish kerak mayitni. Endi u yoqda sizlar qo'llaringizga keldi-ku bu. Shuning uchun bunaqa o'likni qiynamanglar. Janoza o'qilgandan keyin darhol dafn qilinishi kerak. Endi u shahid bo'lgan. Alloh taolo u joyida tirik qilgan, u tirik yashaydi u. Shahid bu. Xudo shahid qilgan. Shahidlar darajasida oladi. Yo'ndi xo'p.